Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Mana yoz ham kirib kelib, qabul jarayoniga oid bir qancha savollar kelib tushyapti. Bugungi ko'rsatuvimizda tez-tez uchrab turadigan savollarga javoblar berib o'tamiz. Dastlabki savol: qabul jarayonlari muddati cho'ziladimi yoki qo'shimcha kunlar belgilanadimi degan savol berilibdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 81-sonli farmonida oliy va professional ta'lim muassasalariga qabul jarayonlari 5-iyundan 25-iyunga qadar etib belgilangan. Shuning uchun qabul jarayonlarimiz 25-iyun kuni soat 23:59 da o'z yakuniga yetadi. Qo'shimcha kunlar belgilanishi ko'zda tutilmagan. Keyingi savol: hozirgi vaqtda maktabdagi hamda akademik litseydagi bitiruvchilar qo'llariga demak ta'limni tugatganligi to'g'risida shahodatnoma yoki diplomlarini olmagan. Ular qanday tartibda ro'yxatdan o'tadi degan savol kelib tushgan. Joriy yilgi bitiruvchilar to'g'risidagi ma'lumotlar, barcha ma'lumotlar Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi hamda Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan bitiruvchilar to'g'risidagi ma'lumotlar Bilim va malakalarni baholash agentligining maxsus platformasiga kiritilgan, ya'ni pasport ma'lumotiga oid ma'lumotlar kiritilgan. Ular ro'yxatdan o'tayotgan vaqtda tugatgan ta'lim muassasasi to'g'risidagi ma'lumotlar so'ralmaydi. Keyingi bosqichdagi, ya'ni imtihon topshirish hududi, test topshirish fanlar majmuasi, test topshirish tili kabi ma'lumotlarni so'rab, arizalarni o'z yakuniga yetkazsa bo'ladi. Endi ushbu ta'limni tugatganligi to'g'risidagi attestat hamda diplomlarni qo'liga olishganda avtomatik tarzda agentlikni rasmiy o'sha bazasiga, saytiga integratsiya qilingan, u joydan ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri shaxsiy kabinetiga, talabgorlar, abituriyentlarimizning shaxsiy kabinetlariga tortilib o'tkaziladi. Xo'p, keyingi savol imtiyozlarga oid savol ekan. Meni nogironligim bor, ikkinchi guruh nogironiman. Ro'yxatdan o'tgan vaqtimda shaxsiy kabinetimda nogironligim to'g'risidagi imtiyozim chiqmayapti degan savol berilibdi. Nogironligi to'g'risidagi ma'lumotlar shahar tumanlarda FTEK tashkiloti tomonidan ma'lumotlar bazasi yuritiladi. Ular respublikadagi bazaga ulangan. Sizga maslahatimiz, demak, tuman, shahar o'zingiz yashash hududingizdagi FTEKga murojaat qilgan holatda ushbu imtiyozingizni bazada mavjud ekanligi yoki uni muddatlari yakunlanib qolmaganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni tekshirtirib, agar bazada mavjud bo'lmasa, uni to'g'irlatib yakuniga yetkazsangiz, albatta onlayn tarzda bu integratsiyalashgan, sizning kabinetingizda imtiyozlaringiz ko'rinadi. Keyingi savol: imtihonlar iyun oyida ham bo'lib o'tadimi degan savol berilgan ekan. Yuqorida sanab o'tgan 81-sonli farmonda oliy va professional ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari iyul-avgust oylarida o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Demak, ikkita fandan ijodiy imtihon topshirsa va o'shani bali bilan oliy ta'lim muassasasiga o'qishga qabul qilinishi mumkinmi degan savol berilibdi. Oliy va professional ta'lim muassasalariga kirish imtihonlarida test sinovlari jarayonida abituriyentlarimizga 5 ta fandan iborat fanlar majmuasi bo'yicha test sinovi bo'lib o'tadi. Bu fanlar majmuasi 2 qismga bo'lingan. Demak, majburiy fanlar blogi bor hamda mutaxassis fanlar blogi bor. Ijodiy imtihonga mos keluvchi yo'nalishdagi abituriyentlarimiz ijodiy imtihonga qo'shimcha majburiy fan uchun ham, ya'ni ona tili, tarix hamda matematika fanlaridan tashkil qilinadigan majburiy imtihonlarga qatnashishlari shart. Aks holda ijodiy imtihondan yuqori ball olgan taqdirda ham majburiy fan uchun test sinoviga qatnashmasa, u abituriyentning natijasi e'lon qilinmaydi. Chunki o'z nomi bilan majburiy fanlar majmuasini topshirish hamma uchun demak shart qilib belgilangan. Ballarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, majburiy fanlarda har birida 10 tadan savol, 30 ta savol berilgan. Demak, bir o'nda bir balldan beriladi. Umumiy hisoblaganda maksimal 33 ballni tashkil etadi. Ushbu 33 ballik imtihon uchun ijodiy imtihon, ya'ni mutaxassislik fanidan ikkalasini ham ijodiy topshiruvchilar kirishlari majburiy hisoblanadi.
Navbatdagi savol: Andijon viloyatida test sinovlari o'tkaziladigan binolar aniqlanganmi, belgilab o'tilganmi? Shu haqida savol kelib tushgan. Demak, Andijon viloyatida 2026-2027 o'quv yili uchun test sinov bo'lib o'tadigan binolar tasdiqlangan. Ushbu binolar bilan tanishtirib o'tsak, demak, Andijon Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi 1 va 2 binolarimiz shu joyda joylashgan. Keyingi 3 va 4 binolarimiz hozirgi kunda qurib bitkazilyapti, yakuniga yetkazilyapti. Bilim va malakalarni baholash agentligining Andijon viloyati bo'limi binosi. Ushbu bino Universitet ko'chasi 129-A uyda joylashgan. Demak, Andijon davlat universiteti yonida Andijon davlat akademik litseyi joylashgan va Andijon davlat universiteti akademik litseyiga tutash hududda, demak, bilim va malakalarni baholash agentligining Andijon viloyati bo'limi joylashgan. Ushbu binoda, demak, 3 hamda 4 bino sifatida qayd etilgan test sinovlari o'tkazilishi ko'zda tutilgan. 5-binoyimiz bizda Andijon davlat chet tillari instituti. Bu bino Bobur Shoh ko'chasi 5-uyda joylashgan. Abituriyentlarimiz sonidan albatta kelib chiqqan holda ushbu binolarga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritiladi. Demak, abituriyentlar soni keskin ortsa, qo'shimcha binolar tayinlanadi. Bu haqida biz ommaviy axborot vositalarida sizlarga ma'lumotlar berib boramiz. Aksincha, abituriyentlar sonida pasayish kuzatilsa, qaysidir binolar olinmasligi belgilansa, bu to'g'risida albatta sizlarga qo'shimcha ma'lumotlar yetkazamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, bugungi kunga kelib tushgan dolzarb savollarga javob berib o'tdik. Hurmatli ota-onalar va ularning aziz farzandlari, qo'shimcha sifatida shuni aytib o'tishimiz kerak. Ta'lim sohasini korrupsiyadan xoli sohaga aylantirish maqsadida izchil harakatlar olib borilmoqda. Noqonuniy yo'llar bilan oliy ta'lim muassasasiga kiritib qo'yishni taklif qilayotganlar bo'lsa, siz darhol huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilishingizni so'rab qolamiz. Oliy va professional ta'lim muassasalariga kirish test sinovlarida va ularning natijasiga ta'sir qiluvchi omillar bartaraf etilgan. Sizni natijangizni hech qanday o'zgartirish imkoniyatiga ega emas. Ular sizni aldab ishonchingizga kirib, qandaydir mablag' yoki moddiy manfaat undirishga intiluvchi ayrim shaxslar uchrab turibdi. Sizlardan iltimos qilib qolamiz. Ushbu shaxslarga aldanmaslikka, faqat farzandingizni va yoki o'zingizni bilimingizga tayangan holda talaba bo'lishda va kelgusida oldingizga qo'ygan maqsadlarga erishish uchun albatta o'z bilimingiz, kuchingiz va mehnatingizga tayanishingizni so'rab qolamiz.